Akalar ish boshladik. Xudo xohlasa bugun 5-fevral ekan. İşimizni boshladik. Anton tin 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 tin. Akalar beri ish boshladik. Toshkentga olib keldim do'stlar. Endi boshladik ishni. Toshkentdan kelib endi boshlagan ishim shu bo'ldi meni. İşimi davom ettirib bergin. İşimiz go'zal, xudo xohlasa. Bo'ldi, tugadi mana shu kafilga tayyor. Shaytonda. Bu yog'i ham shaytonda. Akalar tugayapti ishlarimiz, xudo xohlasa. Anaqa aka bo'ladi ishlarimiz. Yaxshi akalar. Xudo xohlasa hammamiz bitdi bu. Buni bitkazyapmiz hozir. Men bir pasda bitib qoladi.